Lamine Yamal bu gaplari bilan Real Madrid ustidan yomon ham kulib tashladi. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, tezroq 50 mingta bo'lishimizga hissa qo'shsangiz xursand bo'lar edim. Barselona klubi Kubok finalida Real Madrid ustidan g'alaba qozondi. Lamine Yamal esa o'yinga ajoyib yangilik bilan keldi. U xuddi Messi va Neymar qilgan ishlarini takrorlab, soch stilini o'zgartirdi va sariqqa bo'yadi. Ko'pchilik Yamal bu ishni Messi va Neymarning yo'lidan borishni xohlagani va shu sabab stilini o'zgartirganini aytishdi. Qarabsizki, Yamal klassikoda kumirlaridek harakat qildi. O'yin davomida alohida ajralib turdi va 2 ta golga assistentlik qildi. Uning bergan assistlari jamoasining g'alabasida muhim rol o'ynadi. Uchrashuv yakunlanganidan so'ng Lamine klassiko haqida fikr bildirar ekan, Real Madrid haqida shunday dedi: "Bu mavsum Real Madrid bizni mag'lub eta olmaydi. Biz buni yana isbotladik. Agar Real gol ursa, bu shunchaki normal. Agar ular 2 ta gol ursa ham hammasi joyida. Muammo yo'q. Chunki yakunda ular nechta gol urganining ahamiyati yo'q. Real Madrid shunchaki bizni yuta olmaydi", deya Real Madrid ustidan kuldi Lamine Yamal.